Allah'tan razı bo'lishning bosqichlari. Abdur İbrahim Eldemici. İnsan Allah taqdir qilgan yaxshilik va yomonlikdan boshqa bir narsaning uningga ta'sir ko'rsatilmaydiganligini, ko'rsatgan barliq tirishchanligining taqdirning siziqidan halqib turib foyda ziyon elib kelolmaydiganligini haqiqat tushunib yetgan. Allah'ның birden bir foyda ziyon yetkizguchi, berguchi va cheklaguvchi ekanligini haqiqiy his qilgan vaqtda Alloh taoloni birden bir iloh deb bilishi va uning qili bo'ysunishi vojib bo'ladi. Mehriban, rahimdil, Qur'onni o'rgatgan va insonlarni yaratib so'zlashni o'rgatgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Qur'onni insonlarga hidoyat va pakat qilib tushirgan Allohning barligi va birligiga Adnan o'g'li payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Allohning bandasi va elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Allah'ның pəriştillərinin və müminlərinin rəhmət və salamları Muhammed aleyhisselamğa, aile tavabatlarına, əshablarına və onunğa qiyamətkiçə əgəşkənlərə bolsun. Ey Allah'ның bəndələri, Allah'tan qorqunlar, Allah'ның diniga çın esilinglar. İman, dərəcə və mərtəbələrə bölünüdü. İmanınlar və əməlinglar boyunca Allah'ның qışıdakı dərəcələr belgiləndu. Əbu Darda radiyallahu anhu rivayet qilgan hadisdə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm mundaq degan: "Həmmə narsaning bir haqiqati bo'ladi. Banda o'ziga yetgan narsaning xatoligi tufaylidan emasligini, xatoligining musibatiga sabab emasligini bilmaguncha iymonning haqiqiy ma'nosiga yetolmaydi." Ibn Rajab rahimahullah bu hadis haqida mundaq deydi: "Agar banda uningga Alloh yozgan yaxshilik va yomonlikdan foyda ziyondan boshqa narsaning yetmaydiganligini bilgan bo'lsa, insonlarning taqdiriga qarshi elib borgan tirishchanligining foydasiz ekanligini bilgan bo'lsa, shundala Allohning haqiqiy foyda ziyon yetkazguchi, berguchi va cheklaguvchi ekanligini biladigan bo'ladi. Ana shu vaqtda Allohni yakka yagona zot deb bilish, uningga itoat qilish va chek-chegaralarini qo'g'dash vojib bo'ladi. İbadet qilishdan maqsad bo'lsa, ibodat orqali foyda elib kelish va ziyonni chekindirishdir. Shu sababdan Alloh taolo foyda ziyon yetkazolmaydigan, ibodat qilguvchining hojatidan chiqolmaydigan maxluqlarga ibodat qilganlarni qattiq ayblagan. Kimiki Allohdan boshqaning foyda ziyon yetkazolmaydiganligini, berish yoki tartiblash iqtidoriga ega emasligini bilsa, yaxshi ko'rish, qo'rqish, umid qilish, so'rash, yerinish, duo qilish qatorliqlarda faqat Allohga yuzlanadi. Allohga itoat qilishni bütün maxluqotlarning oldiga qo'ya oladi. Bütün maxluqotlar g'azablangan taqdirdami faqat Allohning g'azabidan qo'rqidi. Faqat Allohdan yordam talab qiladi. Shundaqla qiyinchilikda qolganda Allohni eslab, kengirchilikni unutib qoladigan mushriklarning aksicha, qiyinchilik va kengirchilikda Allohga ixlos bilan duo qilish vojib bo'ladi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi: "Agar ulardan osmonlarni va zaminni yaratgan kim deb so'rasang, shubhisizki ular Alloh yaratgan" deydi. Aytqinki, agar Alloh menga biroz ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dab'i qilishga, Alloh menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sishga, Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlar-chu. Aytqanki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishini Allohga topshirsin. Zumar surasi 38-oyat. Rasululloh mundaq deydi: "Yomon ko'rgan ishga sabr qilishda ko'p yaxshiliklar bor. Ya'ni banda o'ziga yetgan alamlik musibatlarga sabr qilsa, sabrning tigi oltin degandek, bu sabrning tigiga ko'p yaxshiliklar yoshiringan bo'ladi." Yana bir rivoyatda kuchingning yetishicha Allohni rozi qiladigan ishlarni qilgin. Kuching yetmasa, yaxshi ko'rmagan narsalaringga sabr qilishda ko'p yaxshiliklar bor deyilgan. Buning ma'nosi ilgari bekitib o'tilgan qazo va qadarga qalbning chin putishi, bandining yetgan musibatlarga rozi bo'lishiga yordam beradi. Kimiki qazo va qadarga chin putib rozi bo'lishga qudrati yetsa, shunday qilsin. Qodir bo'lolmasa, yomon ko'rgan narsalarga sabr qilishida ko'p yaxshiliklar bor degan. Mu'minning qazo va qadarga tutadigan ikki xil pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi, qazo va qadarga rozi bo'ladi. Bu nihoyat yuksak va oliy daraja hisoblanadi. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: "Kishiga yetgan har qanday musibat faqat Allohning izni, qazosi bilan yetadi. Kimiki Allohga, ya'ni har qanday musibat Allohning qazosi bilan yetadi degan so'zga ishondikan, Alloh uning qalbini sabrga yetaklaydi." Tag'abun surasi 11-oyat. Al-Qama bu haqda to'xtalib mundaq deydi: "Musibat bir odamga yetadi va u odam uning Alloh tarafdan ekanligini biladi va taslim bo'lib rozi bo'ladi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam katta mukofot ig'ir musibatga yondashgan bo'ladi. Alloh taolo biror qavmni yaxshi ko'rsa, ularni sinaydi.
Kimiki razı bolsa Allah onundan mı razı buludu? Kimki gazaplansa Allah mı onunga gazaplandı degan. Va Payg'ambar alayhissalom yana duolarda mundaq deydi: Musibatdan keyinki razılıqni tilayman. Rasulullohning tövendiki so'zi bo'yicha mu'minni musibatdan keyin rozi bo'lishga undaydigan narsa uning haqiqiy iymonidir. Allah bende uchun yaxshi bo'lgan taqdirdan boshqani o'rinlashtirmaydi. Agar bendaga xushallik yetsa shukr qiladi, bu uning uchun yaxshidir. Agar biror xafalik yetsa sabr qiladi, bu uning uchun yaxshidir. Bu mu'mindan boshqaga nisb bo'lmaydi. Bir kishi Rasulullohning yeniga kelib, ixcham bir vasiyat qilib qo'yishni so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning hukmlarida Allohga tuhmat qilmag'in degan. Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allah Taala bir ishni hukm qilsa, kishilarning uningdan rozi bo'lishini yaxshi ko'radi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allah Taala adilligi bilan xushallikni ishinish va rozimanlikda, g'am qayg'uni bo'lsa shikoyat va g'azabda qo'ygan. Umar va Ibn Mas'uddan radhiyallohu anhumalar shundaq rivoyat qilgan. Umar ibn Abdulaziz mundaq deydi: Manga va mollarimga qazo va qadarga rozi bo'lgandan boshqa yerda yaxshilik yo'q. Kimiki bu darajaga yetsa, uning hayoti xushallik va ne'matlarga cho'midi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Er ayol mu'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashaymiz. Nahl surasi 97-oyat. Ba'zi salaflar baxtlik turmush, rozimanlik va qanoatdir degan. Abdulvahid ibn Zayd rozimanlik Allohning eng katta eshigi, dunyoning jannati, bandalarning oromgohi degan. Roziman kishilar bir qatim balo qazoning hikmati va uning yaxshiliklari ustida muloyiza qiladi. Yana bir qatim taqdirga rozi bo'lishning savobi haqida muloyiza qiladi-da, musibatning azobini unutib qoladi. Yana bir qatim sinalg'uchining ajrining kattaligi ustida muloyiza qiladi. Hatto yetgan musibatlardan huzurlanadigan darajaga yetib bora oladi. Bir kishi mundaq degan: azobidan rohat topadiganlarning kasal holatidan so'ralganda, Allah men uchun yaxshi ko'rgan kasalimni men Allah uchun yaxshi ko'raman deb javob bergan ekan. Ikkinchi darajadagilar musibatga sabr qiladi. Bu kishilar qazo va qadarga rozi bo'lishga qurbi yetmaganlardir. Rozimanlik Allohga yaxshi ko'riladigan bir fazilat bo'lib, musibatga sabr qilish mu'min uchun keskin vojibdir. Shundaqla sabr qilishda ko'p yaxshilik bor. Allah Taala sabrga buyurgan. Shundaqla sabrchilarga katta ajrlarni va'da qilib mundaq degan: Faqat sabr qiluvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Zumar surasi 10-oyat. Ularga bir musibat kelgan chaqda ular biz albatta Allohning igidorchiligidamiz. Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz deydi. Ana shular Parvardigorning mag'firati va rahmatiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat topquchilardir. Baqara surasi 156-157-oyat. Allah'ның ne'matiga g'azablangan Saba xalqining oqibatini muloyiza qilib beqinglar. Ular shaharlari avad, rizqlari keng holda boy-boyashatlik va xotirjamlik ichida yashayotdi. Ular rozimanligini g'azabga, shukr qanoatni inkor qilishga almashtirdi. Alloh taolo ularning ahvolini o'zgartirib etdi. Ularning davrini asti ustun qilib etdi. Ularning ne'matga qilgan kufrligiga jazo berdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Shubhisizki Saba qavmiga ularning turadigan joyida Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor edi. Ularning o'ng tarafida bir turkum bog'lar bor edi. Ularga aytdiki, Parvardigoringlar bergan rizqdan yanglar va uningga shukr qilinglar. Sizlarning joyinglar baland joydir. Sizlarga rizq qilib bergan Parvardigoringlar shukr qilg'uchini mag'firat qilg'uchi Parvardigordir. Ular shukrdan bosh tortdi. Shuning bilan ularga qattiq salnabatdiq. Ularning bog'larini ochiq mevalik, yulg'unliq, astuli sidirliq, ya'ni yavuchilanliq bog'larga aylantirdik. Ularni kufrlik qilganliklari uchun mushundaq jazo oldik. Biz faqat kufrlik qilguvchilarni jazolaymiz. Saba surasi 15-16-17-oyat. Bizni fitna fasodlarning eziq turishi, yomonliklardan halok bo'lib ketishlardan saqlashga haqiqiy iloh bo'lgan Alloh mas'uldir. Bala qazo to'niga o'ralgan ko'plagan ne'matlar, bala qazo shaklidagi karomatlar bo'lib, qarg'uvchilarning ko'ziga siliq ko'rinishi mumkin. Lekin ne'mat tomchilarini qalb nurlari bilan ko'rishga muvaffaq bo'la olganlar qani?
Allah tushirgan dinga rozi bo'lish, uningga ibodat qilish yo'liga rozi bo'lish rozimanlikning turlaridan bo'lib, itoatning mushaqqatlari odamni o'ziga tortadigan haromdan yiroqlashishning ochiqlari buningga agashgan bo'ladi. Haromdan yiroqlashishning ochiqlari buningga agashgan bo'ladi. Nefis to'liq rozimanlik va huzurning ta'minini tetiyalaydi va ko'ngil haqiqiy xotirjamlikka erishalaydi. Dunyodagi azobli qismatlarga rozi bo'lish, rozimanlik turlaridan bo'lib, ularning bir qismi oson, yana bir qismi ashaddiy qiyin bo'ladi. Ammo hammasi bandaga shaksiz taqdir qilingan. Bu haqda Ibn Taymiya o'zining qasidasida ilohiy haq butkuni yetar shaksiz bandaga Allah butmasa agar mahaldir yetmaki zarra. Ey Rahman Ta'alaning bandalari, Allahni iloh deb ibodat qilishga rozi bo'lish, Allohdan boshqaga ibodat qilishni shaksiz rad qilish rozimanlikning yana bir darajasidir. Shundaqla islom tugminini cho'rgiltayotgan birdan-bir toshdir. Ya'ni siz Allohga rozi bo'lasiz, Allohdan boshqaga ibodat qilishni tark etasiz, hojatlaringizni ravo qilishda, ishlaringizni idora qilishda Allohdan boshqani iloh tutmaysiz. İbn Abbas radıyallahu anhu qandaqmı Allah'tan başqadan yordam talab qilay, Allah bütün alemlarning Rabbi tursa deydi. Ey Muhammed, bu müşriklarga aytqanki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bar qilguvchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdin. An'am surasi 14-oyat. Yaxshi ko'rish va itoatni o'z ichiga olgan holda Allohdan boshqani yordamchi, ma'bud panohgoh tutamdim. Ey Muhammed, ularga aytqanki, Allah sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, aramizda ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilguvchidan talab qilamdim. An'am surasi 114-oyat. Allahning kitobi va rasulining sunnatidan boshqaning hukmiga rozi bo'lamdim. Agar Allohning Rabb ekanligiga rozi bo'lsangiz, uning hukmiga rozi bo'lishingiz kerak. Ibodat va din borasidagi barcha hukmlar faqat Allohga mansubdir. Yusuf surasi 40-oyat. Hüküm qilish va idora qilish Allohga xosdir. Agar bularni tushungan bo'lsangiz, nurg'un kishilarning Allohning Rabb, islomning din, Muhammad alayhisalomning payg'ambar ekanligiga rozi ekanligini da'vo qilsa-mu, Allohning hukmiga qarshi chiqib, Allohdan boshqaning hukmiga rozi bo'lganini ko'rasiz. Shundaqla boshqa din va egalariga moyil bo'lib do'st tutganlarni ko'rasiz. Undaqda bular biz tilga olib o'tgan 3 turning qaysisiga tava bo'ladi? Qur'oni Karim mushriklarning sifatlariga to'shib ketgan bo'lib, ularni Allohdan boshqani do'st tutadi deb sifatlagan. Iymonning kamolati, do'stlikning durustligi, islomning javhiriy nuqtasidan banda Allohga ibodat qilishga rozi bo'lishi, Allohdan boshqaga ibodat qilishdan yiroq turish kerak. Ey Allah, sizning roziliklari va jannatni so'rash bilan birga g'azablari va do'zaxlaridan panoh tilaymiz.